Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. Maqsadga yaqin qoldi. Nishonimiz o'sha hech kim tanimaydigan sarguzashtchi. Yangi oy chiqishidan oldin bu ishni hal qilamiz. Voy, Yuji! Katta juda ko'p narsalar bor ekan. Rostdan ham. Mazali narsalar bormikan? Go'sht bo'lsaydi, go'sht. Sizlarni yeyishinglar o'zi xuddi ochko'z yirtqichlarnikidek. Men gigant shilliq bo'lgunimcha ovqatlanaman. O'ylab qarasam, bo'tga kelguncha hech narsa yemagan ekanmiz. Undan tashqari, ko'plarning e'tiborini tortyapmiz. Yuji, qara! Iltimos, bitta porsiya. Bu joyini sotasizlarmi? Mazali. Bunda mazali narsa yo'q. Haqiqiy noziklik. Bu masalada baxshlashmayman. Nima bo'ldi? Barcha odamlar cherkovga yig'ilishyapti. Chunki bo'lgan markazdan oliy ruhoniy keladi. Markazdanmi? Xo'sh, bo'ysundiruvchimisiz? Demak, Giljadan ro'yxatdan o'tolmayman, a? Afsuski, yo'q. Hammasi yaxshi. Dushmanlarni aniqlash qobiliyatiga ega bo'lgan har qanaqa odamni qabul qilamiz. Partiyada bunaqa odamning mavjudligi o'limni taxminan 5 baravarga kamaytiradi. Sizning mahoratingiz juda qimmatlidir. Mana, hammasi tayyor. Rahmat. Biror bir quest olishni istaysizmi? O'sha guruh izlayotgan bo'lasanmisan? Men Rodis, ajarlar ustasi. Kamonchi, Sinaman. Malesa, nayzachi, Lizaman. Yengimisan? Yujiman. Bu meni birinchi topshirig'im. Klassim bo'ysundiruvchi. Nima? Bo'ysundiruvchimisan? Ish qilib qurol ishlashni bilasanmi? Menga xalaqit beruvchilar yoqmaydi. Men shunaqa deb o'ylagandim. Ammo sen dushmanlarni aniqlay olasan, to'g'rimi? Biz tekshiruvga ketayotgandik. Shuning uchun seni qobiliyating. Rostini aytsam, kimdirdan shubhalanish kerak bo'lsa, bu aniq Rodis bo'ladi. Chunki hamma seni yomonlayapti. To'g'ri.
Hatto oldingi jamoadoshlaring ham sendan qochib ketishgan ekan. Oy, bu shunchaki mishmishlar. Yoki guruhdan chiqazib yubormoqchimisizlar? Qanday etsam ekan? O'zing haqingda qayg'urganing yaxshiroq. Voy, bunaqa sovuq bo'lmasanglar-chi. Bir xil hamma joyda. Mayli, agar Yuji bilan ishlashga rozi bo'lsang, biz ham seni qabul qilamiz. Xo'sh, nima deysan? Ajoyib. Kelinglar masalaga oydinlik kiritaylik. Bizning maqsadimiz yer ajdarhosi uyini topishdir. U juda xavfli bo'lgani uchun u bilan jang qilishni keragi yo'q. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Rodis oldinda boradi. Man markazda. Lisa esa ortimizdan himoya qiladi. Men nima qilaman? Seni vazifang atrof muhitni nazorat qilish. Shunda jang qilishim shart emasdi. Borur bo'ra, ishla qalay. Hammasi tinch. Biz har bir tosh va daraxtni kuzatyapmiz. Barcha maxluqlarni bizga qoldir. Yo'je, ular bilan jang qilaveraylikmi? Yo'q, hali vaqt emas. Nimaga? Juda zerikarli. Shunchaki hushyor bo'linglar. Tushundim. Ha? Yujisan, muammo paydo bo'ldi. 2 kilometrdan keyin 5 ta bo'riga o'xshash yirtqich hayvonlar bor. 2 kilometrmi? Ancha uzoq. Shunchalik uzoqni ko'ra olishingga ishonching komilmi? Albatta. Bo'lmasa borib, tekshirib ko'rishimiz kerak. To'xta. Yaxshi ish, Yuji. Haq ekansan. Ammo Bittasi yetishmayapti. Teparoqda. Hammasi meniki. Wow, kuchli ekan. yaxshi ish, Rodis. Bizani qutqarding. Rahmat. Davom etamiz. Sen ham yaxshi ishlading, Yuji. Da? Ularni o'zimiz ham hal qila olardik. To'g'risi, ularning nimaga qodirligini ko'rmoqchi edim. Yuji, tezroq. Bir kundan ko'p vaqt ketishini taxmin qilishim kerak edi. Nimaga yo'nalishimizdan chiqib ketdik? Kichik guruhlar uchun sokin joyda lager qurish yaxshiroq. Bu yoqda qaroqchilar ham uchraydi. Tushunarli. Aftidan yaxshi kelishadigan ko'rinasizlar. Ha, u meni ishonchli do'stim. Do'st, biz barchamiz. Sir bo'lmasa aytchi, qanaqa qilib dushmanlarni bunaqa tez topa olasan? Mana kimdir o'rgatganmi? Bumi? Bunaqa qila olishimni endi bildim. Nima? Qo'ysang-chi. Biron bir usta sehrgarda o'qimaganmisan? Yo'q. Hoy, nimadir yashirmayapsanmi? Rostdan ayt. Qanday tushuntirsam ekan? Mayli, dam olish vaqti keldi. Tina, sen birinchi bo'lib qo'riqlaysan. Keyin esa men. Keyin Yuji. Va oxiri Liza. Nimaga? Ikkinchi va uchinchi navbatchilik ayni uxlaydigan vaqtda bo'lgani uchun biroz qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun ham sen va men ayni shu smena oralig'ini olamiz. Rodis, kutganimdan aqlliroq ekan. Xo'sh, roziman. Bolalar, suratishlar ko'ringlar. Qattaman.
Axir hozirgina ofisda edim-ku. Jennerson, ko'p ishlab o'rganga o'xshayman. Qobiliyat, element, HP. Men o'yindamanmi? Bo'ysundiruvchi, yirtqich hayvonlarni boshqara oladi, to'g'rimi? Kulgili, chunki meni o'zim yirtqich hayvonlar boshqargan. G'alati tuyg'u. Shilliq. Demak, sen meni ittifoqdoshim ekansan-da. Meni qaqqadir olib borayotganga o'xshaydi bu. Bu yerda kim yashasa ham o'qishni juda yaxshi ko'rar ekan. Ilohiy halokat grimori. Kim yozgan bo'lsa ham muammolarga duch kelgani aniq. Sehr. Faqat shuni o'qiganimgami? Qanday qulay narsa ekan-a? HP va manam ko'paydi mana. Hammanglar bo'ysunish xohlayapsizlarmi? Nima? Ular o'qigan hamma narsani men o'rganganman. Donishmand? Yuji. Gapira olasizlarmi? Yuji. Oradan bir hafta o'tdi, shunaqami? Yuji, eshitmaysanmi? Nima bo'ldi? Radis Osmenosning o'rtasida ketib qoldi. Qochib ketdi demoqchimisan? Bunaqaga o'xshamaydi. Bu yerda nimadir boshqacha. Yuji! Jeyna va Liza ham yo'qolib qoldi. Voy, sezib qoldimmikan? Bilmadim. Ular? Haq ekansan, Tina. U navbatchilik jadvalini belgilashi bilanoq menda shubha paydo bo'lgandi. U boshqalarga qayg'uradigan odamlardan emas. Balki ortga qaytib Yujidan yordam so'rarmiz. Uni mahorati jangga mos kelmaydi. Buni o'zimiz hal qilamiz. Qo'lga tushing. Omani o'ldirishiga oz qoldi. Maxluq nayranga yordam berdi. Shuning uchun sirpanib ketdi.
Bu qanaqa joy? Rodis, qanaqa yangiliklar bor? Yaxshi narxga ketadigan ikkita qiz va yana bir yigit bor. Odatdagidek topshiriq o'rtasida yana qochib ketganim haqida aytaman. Yigit haqida qayg'urmasanglar ham bo'ladi. O'rmonning o'zida gumdon bo'ladi. Tushunarli. Oldingi komandasidagi odamlarni sotorgan ekanda. Katta ehtimol bilan qizlar tez orada o'zlari botga kelishadi. Tuzoqlar ishlashini kutsak bo'ldi. Yaxshi ish. Oy allaqachon xaralashdi. Ko'k oy ostida falokat keladi. Najotning moviy oyi. Oy ko'karishi bilanoq falokat kelishini aytgandi. Juda bema'ni. Kechirasiz. Sizningcha bu hikoyaga ishonish arziydimi? Atrofiga laychatlarni qo'yib yuboradigan odamlar bundan qo'rqishadi. Qo'l qovushtirib o'tirishdan foyda yo'q. Nima qilamiz? Tayyorgarliksiz hech narsa qila olmaymiz. Ortga chekinamiz. Kelishdi. G'arbdagi butalar ichida. Kurashishdan boshqa yo'limiz yo'q. To'g'ri. Maxluqmi? Tuzoqqa tushib qoldimikin? La'nati. Nima qilamiz? Bu qayg'urishga arziydigan narsa emas. Qani ketdi. Ajoyib. Yaxshi ish Marur Bo'ri. Bu juda kuchli. Yana menda nima bor? Masofadan muzlatish. Ish berishi mumkin. Oddiy va kuchli bo'lmagan narsaga o'xshaydi bu. Shiliqlar. Tayyormiz. Bizga ishon. Bular Eugene Slaymi? Yaratish sehri. Masofadan muzlatish. Oho, kutganimdan ancha kuchli bo'ldi. hammasini shilliq qildimi? Ha. Shunaqa o'ylaganlar yaxshi. Bu Geliosmi? Aynan o'sha. O'rtog'ingmi? Albatta yo'q. Bu o'sha mashhur qaroqchi. U questlar taxtasida edi. Ha, endi tushundim. U haqida eshitmaganmisan? Yuji, demak dushmanlarni kuzatishdan ham ko'proq narsaga qodir ekansan-de. Agar buni qila olishingni bilganimizda, ertaroq yordam so'ragan bo'lardik. Odamlar menga bog'lanishini istamayman. Bizni Yuji'miz pismiq va o'zi haqida juda kam gapiradi. Haligi Ammo hammasi joyida. Faqat o'zingga qara. Xo'sh, endi missiyamiz nima bo'ladi? Menimcha, shaharga qaytganimiz ma'qul. Chunki bitta jangchi yo'qotdik. shoshma. Shilliqlar bizga maxluqlardan uzoqroq yurishga yordam beradi-yu. Qarshimasmisan, Yuji? Ha, hammasi joyida. Ko'rinib turibdi, ularga ishonish mumkin. Bo'lmasa davom etamiz. Kelinglar birinchi dam olaylik. Endi tunagani yangi joy topishimiz kerak.
yaxshi joy topildi. Chuqurlikni oldidagi daraxt. Olovi yoqinglar. Xo'p, Chodirlar kerak. xo'p. Aytganingdek. 3 ta yetadimi? Unchalik yaqin bo'lmasin. Xo'p. Endi ovqatlarni tashinglar. Xo'p bo'ladi. Ma'ruf bo'ra. San navbatchisan. Sizni tushundim. Xo'sh, mana tayyor. Rahmat. Ko'k oy ostida falokat keladi. Najotning moviy oyi. Oy ko'karishi bilanoq falokat kelishini aytdi. Najotni bu ko'k oyi Fastangi hujum bilan bog'liqmikan? Ammo u qanaqa falokat haqida gapirdi?次はいよいよ大変な魔物が現れますぞ。どうなの口に出すのも恐ろしいですぞ。どうして言えないの？それは我らスライムがとてつもない力を持ってしまったせいですぞ。どういう意味？わかった、こういう意味だ。強すぎるって意味だった。嘘だ、嘘ですぞ。